Men bor yo'g'i musulmonlik vazifasini bajardim. Musulmon tilidan va qo'lidan boshqa insonlarga yaxshilik va ezgulik topgan inson demakdir. Duoyi xayringizni mendan aymang. Basraga ketyapsan qizim. Kayfu safo va gunoh shahridir Basra. Bir kuni Alloh taolo seni gunohlaringdan qaytarib, mag'firatni nasib qilsa, bu qariya darveshni esga ol. Alloh taolo tongi sahar duo qilib namoz o'qiydigan shunaqa bandasi turganda men kabi bechora bir qizga mag'firatini nasib etarmidi? Haqiqiy ishonch va beg'araz yaxshilik kimning qalbida borligini faqatgina Alloh biladi qizim. Ammo meni duolarimni qabul qilarmikin? Barcha insonlarni sev, qalbingni ularga ochiq qil. Luqmangni ular bilan bo'lish. Alloh mutlaqo sendan rozi bo'ladi. Yo'ling ochiq bo'lsin. Oy, men hech nima qilmadim. Qo'rqma qizim, yever. Bu yerda hech kiming yo'qmi? Bu yerlik emasman, uzoqdan kelganman. Ha, bechora qizim. Bu yer juda xatarli joydir. Kel, meni mehmonim bo'l. Ha? Qani yur. Maşallah. Bu meni erim, bu yer esa uyimiz. Hech ham bunday chiroyli uy ko'rmagandim. Xuddi jannat kabi. Qizni sotdingmi? Qizni sotdingmi? Qara. Ha? Nima deyapti? Bundan buyon bu yerni o'z uying deb bil qizim. Ha, uyimizni bezagi xonimi bo'l qizim. Meni ota deysan endi. Qizni aldadingmi? Qizni aldadingmi? Nima dedi? Yana ovqatingni yemabsan. Necha kundir gaplashmayapsan. Senga raqs tushib beraymi?